Xitoy ishg'olchilari Sharqiy Turkistondagi assimilyatsiya siyosati doirasida turklarni xohlagancha tutqun qilish va arzon emgak kuchi sifatida ishlatish bilan birga Xitoy o'lka shaharlariga tarqoqlashtirishni davomlashtirmoqda. Xitoy Markaziy xalq radio stansiyasining xabariga asoslanganda, Sharqiy Turkistonda bu yilning tunji faslida 526.600 kishi arzon emgak kuchi sifatida Xitoyga avatilgan va 153.200 nafar Uyg'ur yosh namoratlikni yo'qotish bahonasida boshqa yerga ishga o'rlashtirish uchun yetkazilgan. Faoliyatchilar bu yil ichida jami 1 million Uyg'ur va qozoqning Xitoyga majburiy yetkazilganligini bildirdi. Yevropa Kengashining oldida yuzlagan kishi Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdi. 21-navbatlik Yevropa Ittifoqi Xitoy boshliqlar yig'ini echilayotgan mezgilda Uyg'urlar va Tibetlar boshchiligida yuzlagan kishi Xitoyning bostirish siyosatlariga qarshi namoyish o'tkazdi. Yig'inga qatnashgan Xitoy bosh ministri Li Keqiangga qarshi namoyish o'tkazgan kishilar Xitoyning insoniyat qilipidan chiqqan zulmlarga qarshi bir ovoz bo'lib norozilik bildirdi. Shuning bilan birga Angliya musulmonlari tarafidan uyushtirilgan Qapas va Baston nomli yig'inga taklif bilan qatnashgan Uyg'ur faoliyatchi Ruqiya Turdish xonim Sharqiy Turkiston masalasi haqida atrofli ma'lumot berdi. Belgiyada Yevropa Ittifoqi Xitoy boshliqlar yig'iniga qatnashgan Xitoy bosh ministri Li Keqiang, Yevropa Kengashi raisi Donald Tusk va Yevropa komiteti raisi Juncker Bruselda o'rtaq axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Yevropa Ittifoqi Kengashining raisi Tusk prinsiplar asosidagi xalqaro sistemaning davomlashi uchun yanglish lozim dedi. Xitoy bosh ministri Li Keqiang bo'lsa, Xitoyning Dunyo savdo tashkilotining qoidalariga rioya qilganligini ta'kidlab, Xitoy Dunyo savdo tashkiloti haqida a'zo davlatlar va Yevropa Ittifoqi bilan xizmat qilishga tayyor dedi. Amerika Yevropa Ittifoqining Belarusga ta'minlab kelayotgan to'liqlamasiga qarshi Yevropa Ittifoqidan import qilingan ba'zi mahsulotlarga tambojni beji qo'yishga tayyorlanmoqda. Trump hukumati dunyodagi eng chong aeroplan ishlab chiqaruvchilardan biri bo'lgan Amerikaga joylashgan Boeing bilan eng kuchli raqibi bo'lgan Fransiya shirkati Airbus orasidagi raqobatda Belarusning foydasiga davlat qo'llagan naqdchilik qilinganligini bildirdi. Bu haqda Amerika savdo elchisi Lighthizer tomonidan e'lon qilingan bayonotda Dunyo savdo tashkiloti Yevropa Ittifoqining Belarusga qilingan tashviqot yordamlarining Amerikaga salbiy ta'siri bo'lganligini bildirgandan keyin harakatga o'tganligini bildirdi. Bu qarorning Yevropa Ittifoqi Xitoy boshliqlar yig'inidan keyin chiqarilishi diqqatni tortdi. Xitoyning Shangang alayida ma'mur rayonida 9 nafar mustaqil tarafdori 2014-yildagi kunlik harakatida jamiyat tartibini qalayimqonlashtirgan harakatlarda bo'lish bilan ayblanib qo'lga olindi. Hong Kong sudi tarafidan ayblanganlar orasida qonun professori Bin Nitay, dam ilishga chiqqan jamiyatshunos professor Jang Keman, Pop Chui Meng, majlis a'zolari, o'quvchilar vakillari va bir nafar faoliyatchi borligi ma'lum. Gumondorlarning 7 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mo'ljallanmoqda.